Roundlab lineykalarini tezagina obzor qilamiz. Birinchi o'rinda Dokdo seriyasi. Dokdo bu Koreyadagi orol. Bu seriyada chuqur dengiz suvi ishlatiladi. Asosiy tarkibi dengiz suvi va minerallar. Kimga mos? Sezgir teri, normal teri va qizarib ketadigan terlarga mos tushadi. Qanday terlarga to'g'ri kelmaydi? Juda yog'li va aknega moyil, aknelari bor terlarga to'g'ri kelmaydi. Boshqa lineykasini olganimni maslahat beraman unaqa terli odamlar. Aynan bu dengiz suvli seriyasi terini yengil tozalaydi, namlaydi, teri baryerini saqlaydi va qichishtirmaydi. Bu yengil lineykasi hisoblanadi. Ikkinchi seriyasi bu beryozovoy sokli lineyka. Ya'ni bu seriya qayin daraxti shirasi asosida. Asosiy tarkibi qayin daraxti shirasi va namlantiruvchi komponentlar. Kimga mos? Quruq teri, suvsizlangan teri va teri tortilayotgan odamlarga juda ham mos tushadi. Qanday teriga to'g'ri kelmaydi? Juda yog'li terilarga to'g'ri kelmaydi. Og'irlik qilishi mumkin yog'li teri uchun. Chuqur namlaydi, terini yumshatadi va tabiiy yaltirash beradi. Ertalab va kechqurun ishlatsa yaxshi, ayniqsa sovuq havolarda juda ham yaxshi bo'ladi ishlatsanglar. Bu lineykasi Magvort, shuvoq o'simligi Magvort agar to'g'ri aytgan bo'lsam. Kimga mos? Akneli, qizaruvchan, yallig'lanishga moyil, muammoli terilarga juda ham zo'r tushadi. Terini tinchlantiradi, qizarish va yallig'lanishni kamaytiradi, terini barqarorlashtiradi. Bu lineykani ham ertalab va kechqurun muammoli teri uchun ishlatgan yaxshi.